Taksimi? Unanga yuri. Odam-ku. O'tar mashina. Kiraydagi. Bizani Olotdagi eng qimmat restoranga olib boring. Ha. Bo'ldi. Olib boramizda. Qizim, sizga bir gurring bor. Ha. Bitta kuchuk qizlar bilan yurganda, uni dadasi taksi urar ekan, uyda mol qarar ekan, yerlar o'g'dar ekan, ana shunaqa ekan. Kuchuk qizlar bilan yuradi. Umuman farqi yo'q ekan u kuchuga. Ana shunaqa ekan. Mani jonim unaqa emaslar, mani jonim stilistlar. Menga har kuni pодарок, romantika qilib beradilar. Mana biz ham jonim bilan yaqinda Dubayga uchib ketamiz, ha-jon? Qaysi pullaringiz? Ayting, tushuntiray. Olotdagi 1056 taksida hozir shunaqa sovg'alar o'ynalib turgan ekan-ki, 3 ta Dubayga yo'llanma, undan tashqari maishiy texnikalar yutib olish imkoniyati juda ham oson ekan. Kim ko'proq taksi chaqirsa, shuncha yutish imkoniyati ko'payib borar ekan. Biz shunda Dubayga yutib olamiz, ha-jon? Ha, yutib olinglar. Tushinglar. Qizim, ana yoningizdagi ayting sochli maxluqa. Uya qaytib bormasin. Uya bormoqchi bo'lsa, vazilim bilan borsin.